Men hech qachon hayot meni bunaqa sinov oldiga olib keladi deb o'ylamagan edim. Ko'zlarimni yumdim, tanamdagi titroqni yashirishga harakat qildim. Qarshimda sevgilimning eng yaqin odami turardi. Uning nigohi xuddi ichimni teshib o'tayotgandek edi. Bu oddiy xiyonat emasdi. Bu mening o'z xohishim bilan noma'lum tubga yonib turgan ehtiros qariga tashlagan qadamim edi. Mening ismim Nozima. Yoshim endigina 20. Bank kollejda o'qiyman, o'qishda faol, ko'zga ko'ringan talabalardanman. Tashqaridan qaraganda hayotim silliq va osoyishtadek tuyuladi. Ammo har bir jim tabassum ortida aytilmagan haqiqat yashirinadi. Mening eng zaif joyim pul va mehrga bo'lgan ehtiyoj edi. Doniyor hayotimdagi eng muhim inson deb o'ylardim. U kelishgan, o'ziga ishongan, ko'pchilik qizlar havas qiladigan yigit edi. Munosabatimiz juda ehtirosli bo'lgan, ammo men bu ehtirosning bahosi borligini kechroq angladim. U menga nafaqat his-tuyg'u, balki moddiy tomondan ham tayanch bo'lib kelardi. Har gal uning bagrida bo'lganimda o'zimni dunyodagi eng baxtli qizdek sezardim. Men unga ishongan edim. U mening birinchi erkagim, himoyachim edi. Bokira edim. Galati eshitilishi mumkin, ammo u meni go'yoki asragandek tutardi. Yaqinligimiz boshqacha tarzda kechardi. Bu faqat menga tegishli sir edi. Sessiya yaqinlashdi. Muammolar ustma-ust keldi. Pul juda zarur bo'lib qoldi. Doniyordan yordam so'radim. Uning ko'zlarida tushunarsiz bir chaqnash paydo bo'ldi. Hozir yo'q, lekin bitta yo'li bor, dedi u keyin asta gapini aytdi. Uning taklifi meni karaxt holga soldi. Uning do'sti Jasur haqida gapirdi. Faqat bir marta, dedi u iltimos ohangida. U seni anchadan beri xohlaydi. Agar rozi bo'lsang, muammolaring barham topadi. Men qarshi chiqishim kerak edi. Ketib qolishim kerak edi. Ammo ichimdagi noma'lum his, ehtimol yashirin istak meni to'xtatdi. Va men rozi bo'ldim. Kechga yaqin ular kelishdi. Doniyor va Jasur. Jasurni ko'rganimda yuragim hapriqib ketdi. U Doniyordan butunlay boshqa edi. Baland bo'yli, keng yelkali, kuchli va qo'pol jozibaga ega erkak. Nigohi bilan yechintirayotgandek qarardi. Stol yozildi. Ichimliklar, yengil tamaddilar. Ichishni istamasdim, lekin xonadagi taranglik va Jasurning o'tkir hidi meni asta-sekin mast qila boshladi. Uning har bir harakati xavfli, ammo o'ziga tortuvchi edi. Men Doniyorga qaradim. Undan yordam so'ramadim. Aksincha, ko'zlarim bilan boshlashga tayyorligimni bildirdim. Xonaga o'taman, dedim va yotoq tomonga yo'nalib ketdim. Xira chiroq ostida oynaga qaradim. Ipak tungi kiyimim tanamga yopishib turardi. O'zimni orzudagi ayoldek his qildim. Endi bu faqat pul masalasi emasdi. Men Jasurning e'tiborini, uning yirtqichona qiziqishini his qilishni xohlardim. Eshik ochildi. Avval Doniyor kirdi. Chiroqni o'chiring, dedim uyalgan bo'lib. U chiqib ketdi. Xona zulmatga cho'mdi. Bir ozdan so'ng og'ir qadam tovushlari eshitildi. Bu Jasur edi. U kirishi bilan butun muhit o'zgardi. Nafasi, tanasidan kelayotgan issiqlik meni o'rab oldi. Men devorga suyanib qoldim. U ortimdan kelib, sovsiz belimni, keyin esa dumbamni mahkam ushladi. Bu oddiy tegish emasdi. Bu egalik edi. Og'riqli, ammo huzurli his tanamni egalladi va lablarimdan beixtiyor nola chiqdi. Qanchadan beri seni xohlayman, dedi u qulog'imga pichirlab. Ovozi ehtirosdan bo'g'iq edi. Men o'zimni yo'qotdim. Xohlaganingni qil, dedim. Bu so'zlar tilimdan emas, ich-ichimdan chiqdi. O'sha tun men uchun yangi olam ochildi. Jasur shoshilmasdi. U tajribali edi. Har bir harakati aqlimni ochirar edi. Avval qo'rqdim, lekin tanam allaqachon unga bo'ysungan edi. Og'riq va lazzat birlashib ketdi. U meni devorga tirab quchgan paytda dunyodagi hamma tashvishlar yo'q bo'ldi. Pul, o'qish, Doniyor, barchasi unutilgan. U bor edik. Xona nafasimiz va ehtirosli tovushlar bilan to'ldi. U meni maqtar, san'at asaridek ko'rar edi. Bu so'zlar menga yanada dadillik berardi. Vaqt qanday o'tganini sezmadik. Tanalarimiz terga botgan, ajralgimiz kelmasdi. Hatto hammasi tugagach ham u meni qo'yib yubormadi.
Yotoqda holsiz yotganimizda yana erkalay boshladi. Doniyor bilmasin, dedi kulimsirab. Men ham indamadim, tongga yaqin uyga qaytdim. Cho'ntagimda pul bor edi. Ammo yuragimda galati boshliq va bir vaqtning o'zida toliqlik hissi bor edi. Men o'zgargan edim. Endi avvalgidek sodda nozima emasdim, vaqt o'tdi. Yana pul kerak bo'ldi. Bu safar Doniyor yo'q edi. Dugonam orqali boshqa yo'l topdim. Faqat bitta mijoz, dedi u hashamatli uyga bordim. Eshikni yoshi katta, semiz bir erkak ochdi. Avvaliga ichimda jirkanish paydo bo'ldi. Jasurni esladim. Bu odam butunlay boshqacha edi. Ammo u puldor edi va nimani xohlashini aniq bilardi. Ko'zlarida sovuq shahvat porlab turardi. Bu safar hammasi boshqacha kechdi. U meni boshqardi. Men ko'zlarimni yumib, buni boshqa birov deb tasavvur qilishga harakat qildim. Shu payt eshik ochildi. Xonaga Ravshan kirdi. Jasurning yana bir do'sti. Kelishgan, kuchli yigit. Men qotib qoldim. U kulib, kechaga biroz olov qo'shamiz, dedi. Ravshan meni dushga olib kirdi. Issiq suv va uning sovuq qo'llari. Suv ostidagi harakatlar, chayqalish, og'ir nafaslar, hammasi kinodek edi. U mendan kuchliroq edi. Bu yaqinlik bir vaqtning o'zida qo'rqinchli va telbalarcha ehtirosli edi. Keyin boy odam ham qo'shildi. Men ikki olov orasida qoldim. Barcha chegaralarim buzildi. Uyatchanlik ham, qo'rquv ham yo'qoldi. Faqat instinkt va lazzat qoldi. Tongda ular menga katta summa berishdi. Men pulga qaramadim. Oynaga qaradim. Sochlarim to'zgigan, lablarim shishgan, ko'zlarimda esa yovvoyi nur bor edi. Uyga qaytdim. Tanam holdan toygan edi. Ruhim esa galati qoniqish bilan to'lgan edi. Endi o'ylayman, bu faqat pul uchun qilingan ish edimi? Yoki men o'zimdagi yashirin tomonni kashf qildimmi? Doniyor, Jasur, Ravshan, ular oddiy yo'lovchilarmidi yoki taqdirimni o'zgartirgan insonlarmi? Xohlamasdim. Keyin o'sha boy kishi ham qo'shildi. Men ikki olov orasida qoldim. Bir tomonda tajriba va hokimiyat, ikkinchi tomonda yoshlik va kuch. Bu tunda men o'zimning barcha chegaralarimni buzdim. Uyat, qo'rquv hammasi tashqarida qoldi. Faqat instinktlar va lazzat qoldi. Ular meni malika emas, balki o'z xohishlarining markazi deb bildilar. Og'riq lazzatga, charchoq esa eksga aylandi. Toylatganda ular menga katta miqdorda pul berishdi. Lekin men pulga qaramadim. Men oynadagi o'z aksimga qaradim. Sochlarim to'zgigan, lablarim pishgan. Ko'zlarimda esa yovvoyi bir nur bor edi. Men uyga qaytdim. Jismonan ezilgan. Ammo ruhan galati bir qoniqish bilan. Hozir o'ylayman. Bu shunchaki pul uchun qilingan ishmi? Yoki men o'z ichimdagi yashirin menni kashf qildimmi? Doniyor, Jasur, Ravshan. Ular mening hayotimda shunchaki o'kinchi yo'lovchilarmi yoki taqdirimni o'zgartirgan insonlarmi? Bilasizmi, hayot biz o'ylagandan ko'ra murakkabroq. Ba'zan biz yomon deb bilgan narsalar bizga haqiqiy kimligimizni ko'rsatib beradi. Men qilgan ishlarimdan afsuslanmayman, chunki bu mening hayot maktabim edi. Lekin sizlarga maslahatim, ehtiros oloviga ishonishdan oldin unda kuyib ketmasligingizga ishonch hosil qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizni befarq qoldirmagan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha